Tezroq sut olib kel, Falguni. Bola yig'layverib qizarib ketdi. Hozir ona sut issiq ekan, sovutayotgandim. Mana oling. Chetu, gapimga quloq solsang-chi. Yo'q, Nitesh. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Yig'layverib, uyni boshiga ko'taryapti-ku bu bola, a? Jonga ham tegdi. Qancha deding? Balandroq gapir, eshitilmayapti. Nima deding? Ha, gapir. Shoshma, o'zim qo'ng'iroq qilaman. Buvi, nega sutini bermayapsiz? Beryapman, ichmayapti. Nega qarab turibsan? Eshikni och. Ertalabdan kim kelgan ekan? Keling. Salom. Ichkariga taklif qilmaysanmi? Men haligi hammasi joyida. Menga ham rasmiyatchilik yoqmaydi. Hammaga salom. Meni ko'rib hayron bo'layotgandirsiz. O'zimni tanishtirishga ruxsat bering. Shekhar Mihra. Devash uylanmoqchi bo'layotgan qizning akasiman. Xuddi hech narsadan xabaringiz yo'qdek hayron bo'lyapsiz. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Singlimni shu xonadonga kelin qilib olib kelmoqchiligingni aytmaganmiding? Yo'q, haligi men uylanish fikridan qaytdingmi yo boshqa qizni yoqtirib qoldingmi? Yo'q, unday emas. O'g'lim chindan Krishga uylanmoqchi. Ismim Chintali. Men Devashni onasi bo'laman. Salom xola, yaxshimisiz? Sizdek mehmon tashrif buyuradi-yu, yaxshi bo'lmaymanmi? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi demoqchi edim. Yaxshi. Rahmat. Gap shundaki, Devash Krishni kutilmaganda uyga olib kelib, hammaga syurpriz qilmoqchi edi. Lekin bu ishni o'zingiz amalga oshirdingiz. Ha, to'g'ri. Krishni uyga taklif qilib, uni oila a'zolarim bilan tanishtirmoqchi edim. Xushxabarni siz yetkazdingizmi yo men buni nima farqi bor? Keling, o'tiring. Sizni oilam bilan tanishtirib. Uyning kattasi siz bo'lsangiz kerak. Sizningcha xushxabarni avvalo sizga aytish kerak emasmidi? Ha, qizni oldin biz bilan tanishtirish kerak edi. Singlimning kelin bo'lib tushadigan xonadoniga birinchi kelganimdan u rosa xafa bo'lsa kerak. Shundaymi, Devash? Ha, gapingiz to'g'ri. Tez orada uni nega tez orada, nega hoziroq emas? Krish ham kelganmidi? Yo'q. Hozir keladi. Texnologiya mo'jizalarga qodir. Aka, Salom, Krish. salom aka. Qayerdasiz aka? Devashning uyidaman. Rostdanmi? Devashni uyida. Menga nega aytmadingiz? Siz bilan borardim. Akajon. Hozir ular bilan tanishtiraman. Shunga video qo'ng'iroq qildim. Qara, bu Devashning uyi. Bu esa o'zi. Salom, Krish. Ishlar qalay? Seni oilamdagilar bilan tanishtirmoqchiman. Shoshma, men ham sizni uyimizdagi bir odam bilan tanishtirmoqchiman. Krish, Nirupa qani? Uni chaqirib kel. Hozir. Nirupa. Tashqariga chiqqan shekilli. Chaqirib kelaman.
Nirupa! Nirupa! Yuring, yuring. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Keling. O'tiring. Ayting-chi. Akam siz bilan gaplashmoqchi. Gapiring. Niruparoy. Devashning uyiga kelgandim. Qudalarimiz bilan tanishganman. Seni ham tanishtirmoqchiman. Nima bo'ldi? Zarur ishim bor edi. O'tirsangizchi. Ishim juda muhim. Keyin gaplashaman. Tanishmaysizmi? Borishim kerak. Lekin to'xtang. Ketib qoldi aka. Yaxshiyam ketib qoldi. Yo'qsa hamma ko'rardi. Krish, notebookni chaproqqa bur. Yaxshimi? Yana ozgina chaproq, ha. Endi yaxshi. Tezroq hamma bilan tanishtiring. Ha, hozir. Mana qara. Salomatmisiz? Salom. Krish, Nima bo'ldi? notebookni turgan joyiga qo'y. Endi yaxshimi? Ha. Endi yaxshi. Salom, Krish. Bilasanmi nima? To'yga tayyorgarlikni boshlab yubordim. Musiqa kechasi uchun qo'shiqlarni ham tanladim. Mehmonlarni zamonaviy musiqa ostida qarshi olamiz. Sahnada o'zim raqs ijro etaman. Ha, uyimizni ko'rib kayfiyating tushmasin. Devash tez orada katta shartnomani qo'lga kiritadi va biz kattaroq uyga ko'chib o'tamiz. Tashvishlanma. Bu uyga emas, Koshoniga kelin bo'lib tushasan, qizim. Menga ishonaver. Chentali kelinposhsha, faqat o'zing gaplashasanmi? Boshqalarni ham tanishtir. Hozir beryapman. Salomatmisiz? Salomatmisan, Krish? Isming judayam chiroyli ekan. Sen, Krish, Parixlar oilasidagi birinchi nevara kelin bo'lasan. Riya Play platformasi Xonadonimizda sizni hamma kino seni olamiga yaxshi ko'radi. taklif etadi. Senga shunday mehr berayki, bu hatto Chentali kelinimni tushiga ham kirmagan. Baxtli bo'l. Tezroq kel, xo'pmi? Ol, Falguni. Gaplash. Krish, uyimizga kelin bo'lib kelyapsan. Biroq seni o'z qizimizdek ko'ramiz. Seni kutib qolamiz, Krish. Rahmat, Shikar. Rahmat. Nima uchun? Oilam bilan uchrashtirdingiz. Shuning uchun. U yerga nimaga borganingizni bilaman. Meni oilam bilan uchrashtirish, ularni ko'rishim uchun. O'zingni malikaman deb o'ylayapsanmi? Uyda o'tirib uzoqdan hamma bilan ko'rishadigan. U yerga singlim uchun borgandim. Sen bilan nima ishim bor? Devash sizga yoqmasligini bilaman. Shunga qaramay, Krishna uni oilasi bilan tanishtirdingiz. Nimaga bilsam bo'ladimi? Chunki Devash ukam ekanini bilasiz. Devash esa sizga butunlay yoqmaydi. Uyiga nima uchun borganingizni tushunmadim. Lekin nima bo'lganda ham yaxshiligingiz uchun sizdan qarzdorman. Yaqinlarimni ko'rishga imkon yaratganingiz uchun katta rahmat.
buvim, oyim, ukalarim, singlimni o'g'li. Qanchalar xursand bo'lganimni bilmaysiz. Juda soz. Hammasini bilar ekansan, shuni ham bilib qo'y. Devash ukangmi, ukang emasmi, buni farqi yo'q. Meni ko'proq uning o'zi, oilasi qiziqtiradi. Shunga uylariga borgandim. Xonadonimizdagi ahvol biroz yaxshilansin deb seni oilang bilan uchrashtirdim. Ertayu kech yig'laganing yig'lagan. Uydagilaringni ko'rsang ozgina yengil tortasan deb o'ylagandim. Nega bunday qarayapsan? Xayolingga boshqa gap kelmasin. Gaplari nihoyasiga yetgan bo'lsa, ketishimga izn berarlar. Qiladigan ishim juda ko'p. Bu qizda bir gap bor. Bilmadim, dilimdagilarni qanday bilib oladi. U yerga uning uchun borganimni bilibdi. Lekin uning uchun nega bunday qilganimni o'zim ham bilmayman. Dishadan xabar bormi? Bilmadim qayerga ketdi ekan. Bu fojiada kimni ayblashni ham bilmayman. Dishanimi yoki qismatimnimi? Yaqinlarimdan ayrildim. Avval Harshat meni tashlab ketdi. Keyin Ishani. Endi esa Disha. Yolg'iz o'zim qoldim. O'zingni qo'lga ol, Falguni. Ishonchim komil. Disha qaytadi. Dishadan xabar. Oyi, borishim kerak bo'lgan yerga yetib keldim. Buning uchun meni hech qachon kechirmasligingizni bilaman. Kambag'allikka ortiq bardosh qila olmasdim. Meni izlab ovora bo'lmang. Men bu yerda baxtliman. Dishani bolasi yig'layapti. Disha mendan ham baxtsizroq ekan. Shunday oliyjanob eri va bolasini tashlab, bilmadim qanday baxtni izlab ketgan ekan. Manasni qadriga yetmadi. Bundan hali juda pushaymon bo'ladi. Bechora Manasni aybi nima deydi? Eng Gap yangi so'zlarga kino va qaramay seriallar Dishaga uylanib, faqat Ria Play unga platformasida. marhamat ko'rsatgandi. Noshukur qizim esa bolani Manasga tashlab qochib ketdi. Manas ishlasa, bolani qanday boqadi? U hammasiga ulguradi. Odamlar nega bunday qilishadi? Birga bo'lishga va'da berib, tashlab ketishadi. O'z mas'uliyatini unutib, qanday baxtni izlab ketishadi? Iltimos, ketmang. Rahmat, Nitin. Bu gal meni yolg'iz
qoldirmadingiz. Rahmat. Rahmat dema. Aslida senga yordam berish meni burchim. Seni va oilangdagilarni baxtiyor ko'rishni istayman. Koshki edi Disha uchun ham biror nima qila olganimda. Ishonidan ayrildik. Tez kunda Dishani yoningga qaytarishga harakat qilaman. Xo'pmi? Tushkunlikka tushma. Hayot davom etadi. Umidingni aslo uzma. Bu senga qizim. Ovora bo'psiz-da. Fotiha berish uchun kelganingiz o'zi biz uchun sovg'a. Aslida Ritikaning onalik marosimiga kelmoqchi edim. Lekin muhim ish bilan Behliga ketgandim, yo'qsa albatta kelardim. Hech qisi yo'q. Marhamat, o'tiring. Mala? Mala? Arvi qayerda? Arvi hozirgina ishga ketgandi. Kelishingizni bilganida bormasdi. Yo'q. Men tufayli ishga bormasligini bilganimda kelmasdim. Kiring. Salom janob. Shaharning onasining markazi Hamroh deb ataladi. Bu yerda markazga oid barcha hujjatlar mavjud. Kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hamroh. Juda tanish nom. Markaz faoliyati nimadan iborat? Qamoqdan ozodlikka chiqqan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaydi. Mustaqil hayotga o'rgatadi. Bu qizcha Nirupa Roy. Bu qizning markazda ishlayotganiga hali ko'p bo'lmagan. U haqida ma'lumotlar yo'q. Markazda tashkiliy va tijorat ishlar bilan shug'ullanadi. Janob. Men bilan bir qiz ishlaydi. Bu yerga sarmoyador bilan uchrashishga kelgandik. U qizni o'tmishini yuziga solib haqorat qildi. Bechora yuvinish xonasiga qamalib oldi. Iltimos, u bilan gaplashib ko'r. Balki gapingga quloq solar. Demak, boshqalarning dardini tushunadi. Yashash uchun odamlarga umid bera oladi. Bu esa juda muhim. Avvalambor xalq xizmatchisiman. Xalqimning ijtimoiy ahvolini yaxshilash uchun ko'plab savobli amallarni ado etib turaman. Qamoqda jazosini o'tayotgan ko'plab aybsiz aybdorlarga adolat qildik. Ayniqsa ular orasida xotin-qizlarni ko'rsam, yuragim achishib ketadi. Nirupa. Agar u markaz ishlarini yurgizayotgan bo'lsa, u bilan uchrashishimiz kerak. Yaxshi, biror xodimni yuboraman. Yo'q, u bilan o'zim uchrashaman. O'zingiz borasizmi? Ha. U qiz bilan kecha uchrashgandim. Lekin gaplasha olmadim. Juda parishon ko'rinardi. Go'yo uning dardini mayli. Uning ezgu ishlariga madad berishimiz zarur. Iloji bo'lsa markaz bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Lekin oldin u qiz bilan ko'rishmoqchiman. Bugungi barcha uchrashuvlarimni bekor qil. U bilan bugunoq uchrashaman. Xo'p, janob. Ba'zi bir mahbuslarni o'lim jazosidan ham qutqarib qoldim. Shundaymi? Ular adolatsizlik qurboni bo'lishgan. Jazo-ku mayli, lekin begunohning qatl etilishiga qarab tura olmayman. Bir mahbus qizni ko'rib, uning aybsizligini tushundim. Hujjatlarni tekshirgach, jazo ijro etiladigan kuniyoq qatlni to'xtatdim va uni qamoqdan ozod qildim. Hozir u ozodlikda. Bu qachon bo'lgandi? 2 hafta oldin. U qizni ismi nima edi? Ismi juda chiroyli edi. Ha, Ishani. Ishani Parikh.